muqaddas dinimiz ta'limotlariga ko'ra qabristonlarni ziyorat qilishlik, o'tganlarning ruh poklarini shod qilishlik har bir tirik insonning zimmasidagi burch ekanligi ta'kidlangan. Rasulimiz alayhisolatu vassalom aytdilar: "Men sizlarni qabrlarni ziyorat qilishlikdan qaytargan edim. Endi sizlar qabrlarni ziyorat qilaveringlar, chunki qabrlarni ziyorati har bir inson uchun qalbini yumshatadi, ko'zini yoshlatadi, oxiratni eslatadi. Ziyoratga borganlaringizda noloyiq, nomunosib so'zlarni, gaplarni aytmang." Muqaddas dinimiz ta'limotlariga ko'ra qabristonlarni ziyorat qilishlik, o'tganlarning ruh poklarini shod qilishlik har bir tirik insonning zimmasidagi burch ekanligi ta'kidlangan. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni bir hadislari, Rasulimiz alayhisolatu vassalom aytdilar: "Men sizlarni qabrlarni ziyorat qilishlikdan qaytargan edim. Menga bu ish joiz ekanligi ayon bo'ldi. Endi sizlar qabrlarni ziyorat qilaveringlar, chunki qabrlarni ziyorati har bir inson uchun qalbini yumshatadi, ko'zini yoshlatadi, oxiratni eslatadi. Sizlar qabrlarni ziyorat qilinglar-u, ammo ziyoratga borganlaringizda noloyiq, nomunosib so'zlarni, gaplarni aytmang", dedilar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Imom Termiziydan rivoyat qilingan hadisda. Shunga ko'ra har birimiz qabrlarni ziyorat qilgani borgan paytimizda avvalo o'zimiz pok holatda borishligimiz, qabr ahliga salom berib qabristonga kirishligimiz, undan keyin o'zimiz va marhumlarimizni haqqiga mag'firat so'rab Robbimizdan duo qilishligimiz va qabristonlardan yotganlarni holini ko'rib bir kun meni ham kelar joyim shu degan ma'noda nasihat olishligimiz, qabr odoblarida biz amal qilishligimiz, rioya qilishligimiz kerak bo'lgan ishlardan payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni sunnatlaridan hisoblanadi azizlar.